Shu kichkinagina 15 grammli bez insonni hamma sistemasiga ta'sir qiladigan gormon ishlab chiqariladi. Buni xalqimiz buqoq deb aytadi. Biz esa endokrinologlar qalqonsimon bez deymiz. Qalqonsimon bez gormonlari insonni nerv sistemasiga ta'sir qilar ekan. Ya'ni xotiraga, zehni o'tkirligiga, yurak qon tomir sistemaga ta'sir qiladi. Oshqozon ichi sistemasiga ta'sir qiladi. Ya'ni ichinglarni hattoki motorikasini tezlashtiradigan gormon hisoblanar ekan. Bundan tashqari suyak, mushak, umuman aytganda butun organ sistemalariga ta'sir qiladigan gormon ishlab chiqazadi. Shuning uchun bemor kelganda birinchi bo'lib endokrinolog qalqonsimon bez gormonlarini tekshirtiradi. Lekin ko'p bemorlar buqog'i borligini, shu gormonlarni buzilganligini bilmaydi. Shuning uchun bu kichkinagina 15 grammli bezga bee'tibor bo'lmaydi.